hozirda bizda o'zimizda mahsulot kreditlarimiz bor. Shu kreditlarimizni sizlarga tushuncha bermoqchiman. Biznes rivojlanish bankida biznesga birinchi qadam kreditimiz bor. 17 milliongacha, foizi 24%dan 36 oy muddatga beriladi. 112 qaror bo'yicha 300 milliongacha kreditimiz bor. 300 millionlik kreditimizni 100 milliongacha bez zalog beriladi. 200 milliongacha bez zalog faqat sug'urta asosida zalog talab etilmaydi. 300 milliongacha garov evaziga beriladi. 48 oyga, aylanma mablag'ga 18 oyga, asosiy vositaga 48 oygacha beriladi. Mahalla loyihamiz bo'yicha kreditimiz bor 60 milliongacha. Mahalla bankirlik etiladi, biznes bankda 60 million kreditimiz ayolligi 24%, erkakligi 25%dan, bu ham 36 oyga beriladi. Nimadir savol bo'lsa, Rivojlantirish banki mahalla agentiman, ismi mahalla agentiman. Bugun sizlarga o'zimiz bankimizni produktlarini tanitib bermoqchiman. Hozirda bizda 12 millionlik produktimiz bor. Biznesga birinchi qadam biznes tomorqa mahsulotimiz 17 millionga sug'urtaga berilyapti. 36 oyga tadbirkorlikni rivojlantirmoqchi bo'lgan tomorqa, chorvachilik va boshqa yo'nalishlarda faoliyat olib borish tadbirkorlarga beriladi sug'urta asosida. Undan keyin 60 millionlik sug'urtaga produktimiz ham bor, faqat u hozirda mavjud emas, lekin amalda ochilib qolish jarayonida. Va ayol tadbirkor va 312 qaror bo'yicha 100 millionlik kredit dasturlarimiz mavjud. 100 millionlik kredit dasturlarimiz faoliyat olib borayotganiga kamida 12 oy muddat bo'lgan. Yakkita guvohnomasiga ega hamda MCH guvohnomasiga ega tadbirkorlarga beriladi. Va ularga hujjatlar yakka tadbirkorlik to'g'risida guvohnoma, soliqdan oxirgi 12 oyda qarz